Assalomu alaykum. Navbatdagi ishimizni bitirib ketganmiz. Hozir kat yo'lni endi qo'yamiz. Kat yo'l bilan 76 bilan bunga uriladi. Ikki tomonga 76 ketyapti. Har bitta pushtasiga 57 litre tushirilgan. Bu yerda adablinasi bor edi. Uni buzib boshqatdan qildik. Tubalar o'ziniki. Ichilarini qoqib. Mana 76 da ketyapti. 57 da oxiriga ketyapti. Teplisamiz 9 sotik. Oxirgi tochka 76 ni o'zi tushyapti. O'zi tushib 3 ta ulanib ketyapti. Mana 3 ta. Bu 3 ta chekasi oxiriga borib, o'rtaga boryapti. Oldi tomonga ham 2 ta tortib qo'yganmiz. Mana stovkadan 76 da obratga qaytib kelyapti. Obratga 76 da qaytib kelyapti. 2 ta mana bitta, mana bitta ham bitta bor. 2 ta kelib turib, o'rtadan tushib ketadi. Yerga katul qo'yiladi, joyi tayyor. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.